surishtirmasdan kelin nima demoqchi? Ochiq aytaveringlar. Tinchlik dada. Xullas, keliningiz o'qishga borish kerak ekan. Ha. Shunga sizdan ruxsat so'ramoqchi edik. Maylimi borib kelsa? Bitta kelining ishlasa, bittasi o'qishga ketsa, uyda ishlarni kim qiladi? Ha? Onang bilan ikkalamiz qilamizmi? Yo'q, men qara. Sal xotiningni bir tarbiyasini olgin qo'lingga. O'g'il bola bo'llaring. Akanki endi bo'lgan. Butun xotinning gapi bilan ish qiladi. Hay, Sen endi shunaqa qilmagin, qaragin kelinga. Hech qanaqa o'qish yo'q. Shundaymi? Mana bu uyda ishini qilinglar. Bitta kelinimiz ishlagani ham yetadi. Bular arazlashni ham biladi. Ko'rdingmi? Arazlashini qara. Dadajon, ruxsat bersangiz bolalarga qarasam degandim. Qarang. Boring. Dadasi. Shu shirinlikni ham zahar qildingiz, dadasi.